Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Muslim Chora kanalining hurmatli obunachilari. Bizni yaqindan kuzatib borayotgan chorva ishqibozlari, nasldor buqa ishqibozlari. Hamma chorvadorlarga, chorvasiga baraka tilab, bugun qisqa videomizni boshlaymiz. Manzilimiz bilasizlar, Andijon viloyati Sharxon tumani. Kecha 2 dona Golden Friz va 1 dona rossiyskiy buqalarni chiqargandik. Bularning ikkovi sotildi. Hozir narx-navolarini aytaman. Puliga arziydimi, arzimaydimi yozib qoldirasizlar. Endi tonna qilaman deydigan akalarga xudo xolasa ajoyib video bo'ladi. Endi biz yo'nalishimiz semental olib kelmaymiz akalar. Bizniki faqat Qirg'iziston shved va shved Golden rossiyskiy paroda. Shu ola paroda va shved ishqibozlari uchun akalarim. Bizning kanalda shunaqa. Kimdir faqat angus olib keladi, kimdir faqat semental. Bizda shunaqa akalarim. Shularni boqib foyda qilayotgan akalarimiz xudo xolasa olyapti. Namanganga sotildi. Buni bo'yi 1.25, bu 20 bo'yi 1.20 plus 22 chiqyapti, 20 deylik. Buniki 1.27 chiqyapti bo'yi. 27-28. 1.25 dedik. 25 ga 20 bo'ylar akalar. Mana. Orqalari 4 burchak, qaranglar, nima deyapti? Uzoq. Sifati dahshat. Golden Frizda toza qonligi. Ikkosini jupiga 17 million 300 ming so'mdan berdik akalar. 17 million 300 dan berdik. Nech pul bo'ladi? Jupi hisoblab ko'rasizlar, 17 million 300 dan berildi xolos ikkalasi. 17 million 700 dan hammasini baho qo'ygandik, men ikkosini tanlab oldi. 17 million 300 ming so'mdan sotildi akalar. 1.25 ga 1.20. Endi jaydarini ham 1.20-25 santimetrlarni ham 20 million deb qo'yapti. Jaydarni puliga masalan ideal variant deb o'ylayman. Endi kimdir o'sib ketadi deydi-da, buni olib turib, masalan, kuzgacha, yangi yilgacha boqib turib 25-30 million qilib sotsa ham bo'laveradi-da. Uni dalsi boqish shart emas. Yaxshi pul tashlaydi, xudo xolasa. Shunaqa gaplar akalar. Endi bitta mana rossiyskiy parodamiz qoldi. Bu rossiyskiy paroda bo'lib, gibrid, otasi mental. Narigi biza oq kiprik mana. Akalar, mana. Oq kiprik ko'ryapsizlar-a? Oq kiprik. Mana. Bo'ylari 1.15 plus. Orqasi o'ta baquvvat, baland. Mana. Akalar, orqasi o'ta baland. Kimgadir ma'qul bo'lsa, mana shu buqamiz sotiladi. Buni narxi o'zi 17 million 800 ming so'mdan ozgina o'tib beramiz. Xudo xolasa. Dastlabkasi vodiy bo'ylab besplatniy bo'ladi. Bir dona qolmadi. Ayollar istikon tuyoq, o'ta baquvvat, zo'r buqa. Mana Golden o'sib ketadi deydiganlarga mana semental gibridi ham bor akalar. Hammani ishqiboz bor-da, o'sib ketadi, lekin boqishni bilganga zo'r mollar akalar bular. Jaydarini puliga juda ideal variant. Mana xolasinglar Golden bor. Golden mana gibrid buqamiz bor. 17 million 800 ming so'm bo'lsa, telefon qilinglar, kelishamiz akalar.